Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-bo'limimiz, ya'ni davlat hokimiyatining tashkil etilishi. Bu 18-bobida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi haqida ko'rsatib o'tilgan 91-104-moddalarni o'z ichiga olgan bo'lib, bu bobimiz katta bo'lganligi sababli bir necha qismlarga bo'lib o'rganamiz. 91 va 93-moddalarni aytib o'tamiz. Demak, Oliy Majlis haqida umumiy tushunchalar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va senatlarning birgalikdagi vakolatlarini aytib o'tamiz. 91-moddamizda O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki palatadan, Qonunchilik palatasi, quyi palata va senat, yuqori palatadan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va senat vakolatlari 5 yil deb belgilangan. 92-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qonunga muvofiq saylangan 150 deputatdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining senat hududiy vakillik palatasi bo'lib, senat a'zolaridan, senatorlardan iborat bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining senati a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengashi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shimcha majlislarda mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shaharidan teng miqdorda 4 kishidan saylanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 9 nafar a'zosini, ya'ni fan, san'at, adabiyot ishlari ishlab chiqarish sohasida va davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmatlar ko'rsatgan, ya'ni obro'li fuqarolar orasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi. Saylov kuni 25 yoshga to'lgan hamda kamida 5 yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi bo'lishi mumkin. Deputatlikka nomzodlarga qo'yiladigan talablar qonun bilan belgilangan. Ya'ni ayni bir shaxs bir paytning o'zida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati va senat a'zosi bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati bir vaqtning o'zida Qoraqalpog'iston Respublikasi Yuqori Kengashining viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyatining vakillik organlarining deputati bo'lishi mumkin emas. 93-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va senatning birgalikdagi vakolatlaridan quyidagilar iborat. Ya'ni ko'rib chiqamiz vakolatlar, qanday vakolatlar bor. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish vakolati. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonunlarni qabul qilish, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya va denotatsiya qilish. O'zbekiston Respublikasi referendum o'tkazish to'g'risida va uni o'tkazish sanasini tayinlash haqida qaror qabul qilish. O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini belgilash hamda davlat strategik dasturlarini qabul qilish. O'zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyati organlarining tizimini va vakolatini belgilash. O'zbekiston Respublikasi tarkibiga yangi davlat tuzilmalarini qabul qilish, ularni O'zbekiston Respublikasi tarkibidan chiqish haqida qarorlarni tasdiqlash. Bojxona, valyuta va kredit ishlarini qonun yo'li bilan tartibga solish. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimini bilan O'zbekiston Respublikasi davlat budjetini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish. O'zbekiston Respublikasi davlat qarzining eng yuqori miqdorini belgilash, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni joriy etish va O'zbekiston Respublikasi ma'muriy hududiy tuzilishini masalalar qonun yo'li bilan tartibga solish, chegaralarni o'zgartirish, tumanlar, shaharlar, viloyatlarni tashkil etish, tugatish, ularning nomini hamda chegaralarini o'zgartirish va davlat mukofotlari va unvonlarini ta'sis etish. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tuzish va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili va uning o'rinbosarlarini saylash.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasiga hujum qilingan yoki tajovuzdan bir-biridan mudofaa qilish yuzasidan tuzilgan shartnoma majburiyatini bajarish zaruriyati tug'ilganda urush holatini e'lon qilish to'g'risidagi farmonni tasdiqlash. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining umumiy yoki qisman safarbarlik e'lon qilish, favqulodda holat joriy etish, uning amal qilishini uzaytirish yoki tugatish to'g'risidagi farmonni tasdiqlash. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida har yilgi milliy ma'ruzani eshitish, parlament tekshiruvini o'tkazish, ushbu konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Palataning birgalikda vakolatlarga kiradigan masalalar qoida tariqasida avval O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi, so'ngra Senati ko'rib chiqadilar. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.